Assalomu alaykum. Uylanadigan yigitlar turi har xil bo'lar ekan. Sizlarga shuni ulashib qo'yamiz. Sekin uylanadiganlar bo'lar ekan, keyin uylanadiganlar ham bo'lar ekan. Yoshlik qilib uylanadiganlar bo'lar ekan, keyin beboshlik qilib uylanadiganlar ham bo'lar ekan. Hech narsani bilmay uylanadiganlar ham bo'lar ekan. Umuman gapga kirmasdan uylanadiganlar ham bo'lar ekan. Qizni kiygan kiyimiga, modasiga uchib uylanadiganlar bo'lar ekan. Qizni otasiga uchib ham uylanadiganlar bo'lar ekan. Qizni chiroyligiga uchib uylanadigan bo'lar ekan yoki qizni ozgina oyligiga uchib ham uylanadiganlar bo'lar ekan. Bekinib uylanadiganlar bo'lar ekan, keyin teginib uylanadiganlar ham bo'lar ekan. Ayta uylanadiganlar bo'lar ekan. Qayta uylanadiganlar ham bo'lar ekan. Qarzga botib qolib uylanadiganlar bo'lar ekan. To'y kuni qotib qolib uylanadiganlar ham bo'lar ekan. Zardasini sochib uylanadiganlar bo'lar ekan, keyin ho'kizini sotib uylanadiganlar ham bo'lar ekan.